Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi darvozamizni ham kosonsoyga o'rnatib oldik. Nihoyat chechen fason deyiladi. 2 qavatli shumkalida bo'lgan. Xudo xolasa mana. Pulli bo'lsa aka, yaxshilik pullarga buyur nasib qilsin, to'ylar. To'ylaringiz nasib bo'lsin. Endi bu kishining materiallariga keladigan bo'lsak, 1.8 listda bo'lgan 2 qavat. Oldi ham orqasi ham 1.8 da bo'lgan. O'rtasi steklavati shumkala bo'lgan. Yo'llariga keladigan bo'lsak, shiviller bo'lgan, ikkala yon taglari shiviller. Tevasi 10/5 profilda bo'lgan. Mana ham 10/5 profilda 2 stenada bo'lgan. Profillari 6/4 profil ishlatilgan ichlariga. 1.7 stenada bo'lgan ular. Mana doqolasi отдельный ish kaltkala bo'lgan. 360 eniga. Bo'yiga 380 bo'lgan. Mana doqolasi darvozamizni ochib yopib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa darvozamizni ochib yopamiz. Orqasidan ham bir ko'rsatib qo'ysangiz shuni. Xudo xolasa darvozamiz og'ir bo'lgan, vazmin bo'lgan lekin 2 qavatli 1.8 listda bo'lgan. Ana orqa fondan ko'rinishi. Xudo xolasa darvozamiz yengil ochib yopiladi. Endi bu yoqda ham xuddi shu fasonda kalitkasi bor. Mana uni ham deb ko'rsatib qo'yamiz-a muxlislarga. Kalit